Sergeli tumanidan 6 sotixli xonadonimiz 210 ming dollarga baholanyapti. Batafsil video davomida sizlarga to'liq ko'rsatib beramiz. Lokatsiya juda ham zo'r. Sergeli tumani, Quyi Tolariq ko'chasi bo'yida mahallani ko'ryapsizlarmi? Keng, fayzli, tinch mahalla. Uchastkamiz 30 ga 20 fasadi bor, ko'ryapsizlarmi? Ichkaridan ham ko'rsatib beradigan bo'lsam, umumiy hisobda 6 sot yer maydoniga joylashgan, 6 xonali plus kuxnyasi o'zini podvallari bilan hovlimizga kiraverishga bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'yaman desanglar ham umuman qiyinchilik bo'lmasa kerak. Menimcha to'g'ri to'rtburchak yer maydoniga joylashgan bo'yda. Bu yoqda alohida sanuzel, bu yoqda alohida kladovka xonalarni ko'rishimiz mumkin. Bitta ayollarimiz uchun kuxnyamiz joylashgan bo'ladi. Bu yoqda ikkita xonalarimiz joylashgan, bir xil razmerda, 1-1. Kirganingizda bitta bolalar uchun yotoqxona va bitta kattalar spalni xonasi joylashgan bo'ladi. Bu yoqda ham planovka bir xil. Shundoq zonadan chiqqaningizda bu yoqda ikkita bir xil xonamiz joylashgan bo'ladi. Razmerlari 7 ga 4,5 katta zal ko'rinishda foydalansanglar bo'ladi. Hovlisini ko'ryapsizlarmi? To'g'ri to'rtburchak yer maydoniga joylashgan, Sergeli Quyi Tolariq ko'chasida joylashgan uchastkamizda sizlar uchun narxini 210 ming dollarga qo'yamiz. Pastda egalarining nomeri.